Bugungi kunda yoshlarning tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash, ularning ijtimoiy faolligini oshirish ustuvor vazifalardan biri hisoblanadi. Bunda yoshlar bilan bevosita ishlovchi yetakchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda Yoshlar ishlari agentligi tomonidan hududlarda faoliyat yurituvchi yoshlar yetakchilari uchun maxsus o'quv seminari tashkil etildi. Unda mutaxassislar bilim va tajriba almashib, faoliyatlarni muvofiqlashtirish bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda ishtirok etishyapti. Hozir shu haqda. Trening ishtirokchilari 3 kunlik seminarning ilk kunidanoq o'z mahallasidagi yoshlar uchun arzirli darajadagi yangiliklarga va faoliyatida ko'mak bo'ladigan bir qancha yangi bilimlarga ega bo'lishdi. Bugun aynan mega loyihalar haqida qisqacha to'xtalib o'tildi. Bunda 36 ta bo'lim bor. Ingliz tilini nafaqat o'rganasiz. Oddiy video darslarini ko'rib uni o'zlashtirmaysiz. O'zingizni talaffuzingizda yana qayta o'sha ilovaga ovoz yuklab turib, oxirida sertifikat olasiz. Seminarda og'ir toifadagi hamda otaliqdagi yoshlar bilan ishlash, 5 tashabbus olimpiadasini o'tkazish, IT yetakchilarining ijtimoiy tarmoqlardagi roli va ularning shaxsiy rivojlanishi hamda turli xil loyihalarning targ'iboti kabi ustuvor yo'nalishlarda maxsus spikerlar tomonidan amaliy ma'ruzalar qilinadi. Tajribasiz bir nafar yetakchi biriktirilib, olib kelib o'qitilyapti. O'sha odamni eng yuqori natijaga erishgan odamning misolida uni mahallasida mana shu yo'nalishda yuqori natijaga erishgan konkret misollar bilan tushuntiriladi. Shuningdek, mashg'ulotlarning so'nggi kunida seminarga kelgan 200 dan ortiq yetakchilar o'rtasida mutaxassislar tomonidan o'tilgan mavzularga oid 35 ta savoldan iborat test sinovlari o'tkaziladi. Eng yaxshi natijani qayd etgan g'oliblar esa yosh kadrlar zaxirasiga olinib, Yoshlar ishlari agentligi tomonidan esdalik sovg'alari bilan taqdirlanadi.